Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalına obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Oilalar istishmi, charchamasdan yuribsizlarmi? Aziz yurtdoshlar, bugungi videomuz option boshqacha bo'ladi. Ya'ni Wi-Fi'dan qiynalib yurgan obunachilarimiz yo'q emas. Buni Rossiyada o'tirgan bir obunachilarimiz aytib o'tib ketibdi. Ya'ni 50 kalada ekan olamı. Yine size Xudo xolasa Xudo taoloning o'zi yetirdi. Shunday bir ajoyib bir yangiligimiz, sim tortib Monitörünü çakır, işlemi kaldı, yağmur yağan vakti falan bok kaldı, yenen bir yere vundi bok kaldı, diyen gap bombi dindi. Az yurttaşlar simsiz, yani sim karta koyup durup Wi-Fi, yani 3G beled olun, skorusu deydi, şu derece belend gap buluşu mümkün emas deydi. Şimdi yenen bir yere bağlı az yurttaşlar. Bunu kozalıkını yağdayına karat durup, tariflerini koyup beraber. Bir kimdir 20 GB gerek болады, kimdir 50 GB. En köpü misal için VIP tarifi 100 ming so'm. Bu hani skorsizligi şu derece baland dedi. Yani simdan tartib kelgan Wi-Fi'dan million marta yaxshi dedi. Endi uni aytishimizga qarab, misal için yana bir yerini inovat olish kerak. Haqiqatan ham sim barmı yürüyen yerler var, toz küçüşmeyen yerler var. Şimdi bunun nerse bombaydı Xudo xolasa, kenarasa bunun nerse bazarda mı satılıp tuttu. İran bir nersesine aldanıp kalmayık az yurttaşlar. Bunun 3G diyen Wi-Fi ile yani 4 şahlısı bazarda mı satılıp tuttu. Lakin bunun bilgisi var. Yani yukarında yine şimdi bir bilgisi var. Ki bunu içem özgergen. Skorsunun şu derece tezlik etib beradi deydi, skorsu şu derece güçlü bo'ladi ekanda. Hozir qolgan ma'lumotni og'amizning o'zi bilan, ya'ni bu narsani o'zlarimiz chaqirib, bir xalqimizga foydali va manfaatli video bo'lsin. Ko'p odam, ko'pchilik obunachilarimiz bizdan so'raganda skorsimiz вообще past, Wi-Fi'ga yozib ko'pmiz, rasxotini beramiz deb turib, shunday narsa haqiqatdan ko'p bo'lgan. Hozir shu Wi-Fi size skors nechik bo'lacak, kenarasa içine novu taraflama ajralib turibdi. So'ngrasa sizlarga qanchalik foydali bayeri, kenarasa ekranda nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Hozir bir tasodifiy ko'rishib qoldik, shuning uchun qisqa va lo'nda tushuntirib o'tib ketamiz. Kenarasa to'liq videosini ko'raman degan bo'lsangizda 50 kala ovozi, adashmasam 50 kala ovozi degan kanalı var. Şunda to'liq videolar var. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, saqqamiz Harman. Bu hakkında bir kısaca bir ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Bu yerda bir emas, 2 Wi-Fi var ekan. Birisi 2 shoxli, birisi 2 shoxdan başlasak. Bu 2 shoxli Wi-Fi'miz pasiyani to'xta ishlaydi. Bundan qo'ydirsalar ham bo'ladi. İkisi почти bir narsa. Mesela endi bu 4 shoxli. Xo'p. Buni afzallik taraflaridan yana birisi, bu suyut o'chganda ishlab beradi. Akkumulyator bor ichida, masalan, ozonda suyut o'chib qolsa, kun batincha zaryad yetguncha ishlab beradi. Suyut yonguncha. Ha, ya'ni bu akkumulyatori bor. Ina bu ishimi? Avan. Bir basınca ishlaydi yana. O. Shunda zaryadini ham ko'rsatadi yana. Zaryad 86% ekan. Avan. Zaryad yine 86%. Görün vallahi. Xo'p. Bu demek shunda suyut o'chgan vaqtida ham kerak bo'ladi. Ya'ni kameralar uchun. Avan. Zo'r foydasi bor ekan unday bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, mayli. Keyin bu yerda yana bu antenangiz mi? Ne bu? Anten mi? Avan, bu antenasi pushka deyiladi. Bu ko'pchilik biladi, qo'ydirganlar ya neni tushunadiganlar, texnikani biladi buni. Bu 4G signallarni tutib beradi. Suyas past, antena umuman chiqmaydigan joylardan shu antenamiz yordamida signalni cho'tki tortsa bo'ladi. Kime narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, aziz yurtdoshlar, ekranda nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Bemalol bog'lanasizlar. Ya'ni yana bir yeri bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab va Xorazm viloyati uchun, ya'ni dastavki ustanovkisi mutlaka tekin. Bu yangilikda, bu ajoyib. To'g'ri emasmi? To'g'ri, barib o'zimiz o'rnatib beramiz. O'rnatib berasiz. Ishlatib berib avan. Ya'ni ishlatilgandan keyin ko'rib bo'lib, natijasini keyin rozi pulni beradilar. Avan. Undan elde pul alınmıyor, doğru mu? Yo'q. Zakaz edildiler. Lokatsiya tashlab bersa to'g'ri borasiz shu mansabga. Shunday bo'ladi. Ha, shunday bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa, ya'ni bu yangilikning eng zo'ri o monitör chaqirib, falan yere borib turib 2 soatlab yozdirib, keyin yana ariza tashlab, keyin sizni ya'ni nima deydi? Wi-Fi quti bo'ladimi unda? Sheet'i. Sheet'inde 8 adam yığınalsın, 8 adam yığınalsın. O adamlar varsa eng Wi-Fi'ni eng arzon summasi 135 ming so'm.
Ha. 135 ming so'm. Haqiqatdan doğrusini doğru aytish kerak. 135 ming so'm bizga skorisi bir anaqalasi bo'lib turgani yo'q. Men uyimda 135 ming so'mlik ko'pman. Endi bunda hozir VIP dedi, 100 ming so'm dedi. Skorisi dedi, o'ta baland dedi. Skorisi necha sekunddan ne bo'ladi? Eng past bo'lganda 1-1,5 megabayt sekund bo'ladi. Ondan balanddan bo'ladi avang. İnternet tushunadigan odam uchun u katta tezlik va katta tezlikda u. Boshsiz ochdi. Ha. Sekunddan 1 megabayt mesela chiqqa o'tadi. Ochadi. Boshsiz ochib turadi. Shunday narsa xudo xolasa aziz yurtdoshlar, og'amizni ya'ni agarda to'liq videolarini ko'raman degan bo'lsangizda 50 kala ovozi degan kanal bor, YouTube kanal. Ha, yaqinda ochdi. Ko'rsangizda o'zi hali yaqinda ochildi. Shunga videolarni joylab boraveradi. Qaysi videolarni, nera borganlarini chiroylab joylab boraveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa Wi-Fi ni qurdirib, endi haber shart emas endi xudo xolasa to'lqa ketaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Sirdaryoga berdiğim Xalq bilsin kanalı Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bu tasodifiy uchrashuv bo'ldi. Bu sizlarga foydali video degan umiddamiz. Lekin bizlarni shu xudo xolasa like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Katta rahmat e'tibor uchun.